Salom alaykum hammaga. Bugungi videomi oxirigacha tomosha qilinglar. Hammani qiziqtirgan trendlar haqida bo'ladi. Endi sizlarga savol. Odamlar nima uchun mashhurlik uchun hamma narsaga tayyor? Qizlar yechinib efirlar qiladi. Bolalar har xil darbeo'char qiliqlar qilib trendga chiqishga harakat qiladi. Mavzu bo'yicha fikrlaringizni kommentariyada qoldiringlar. Har bir fikrlaringizni o'qib chiqib javob yozishga harakat qilaman. Kanalimga obuna bo'lib, like tugmasini bosishni unutmanglar. Unutmanglar like bosish, kommentariy yozish, videoni tarqatish pulli emas. Tayyor bo'lsalaring videoni qiziqarli joyi davomida. Qadrli yurtdoshlar bo'lsa shu zo'r bo'lsin qadrli yurtdosh. Hali Samarqandda bunaqasi bo'lmagan. Ko'rayotgan videolarga bitta like, mana shu videoni maksimal darajada do'stlarga jo'natasizlar. Xullas kalom, Instagram uylanmoqchiman. Nima deysizlar? Mana shu videoga uylanishga mana shu Videoni hali ham ko'rayotgan bo'lsalar ham bu bitta blogga xolos, hali darsda davom etamiz. Xuddi shunaqa ikkita yoki 3 ta blogger haqida video davomida chiqaraman. Endi sizlarga savol. Nimaga shu pul uchun ko'tini sotib oladigan bloggerlar qo'llab-quvvatlaysizlarda, like bosasizlarda, kommentariy yozasizlarda, bular bilan kurashaman degan, bular yomon ko'rgan bloggerlarni qo'llamaysizlar, like bosmaysizlar, kommentariy yozmaysizlar. Savolga javobni kommentariyaga yozinglar. Tayyor bo'lsalaring ikkinchi bloggerga o'tamiz. Darsda davom etamiz. Ketdik. Kecha ustimizdan kulganlar, bugun ham ustimizdan kulib yuribdi. Nima qilaylik? Kirmaylikmi Instagramga? Xatorovur tashlab ketgan qizing bo'lganda nima qilarding? Asalim. Diqqat e'lon, sevgan qizim yo'q. Sevishaman deb o'lib turgan qizlar bo'lsa, kommentariyaga yozinglar. Bunaqa video qo'yish uchun odamning miyasi qanaqa ishlashi kerak? Menga shunisi qiziqda bori. Endi odam erkak kishi degan nomi bor. Ertaga uylanadi, ayoli bo'ladi yoki farzandli bo'ladi. Farzandlari bu endi o'ylamasa mashhur bo'lish uchun hamma narsa qilayotgandir, lekin farzandlari yoki jiyanlari, qarindosh urug'lari buni bosh ko'tarib yuralarimi? Dadam shunaqa bo'lgan ekan deb yurish endi unaqa yuk, og'irda baribir. Endi to'g'ri odamlarga gapirmayman ham bir tiyin, lekin bunchalik o'zini haqoratlash shart emasda. Videoni ko'rayotgan bo'lsalaring, qiziqarli joyiga endi yetib kelamiz. Alo. Uzr aka adashib qopti. Nima adashib tushyapsan? Menga adashyapsanmi? Kallingga siskay ko'zingga qarab turib o'qisang bo'lmaydimi? Gandon! Qadasan, mesta tasha. Qadasan to'ta! Uchala blogerni ermak qilib orqasidan ko'tarilishi maqsadim. Prosta oqmi oq, qorami qora, to'g'rimi to'g'ri, noto'g'ri shuni aytish. Bu uchala bloger lo'pma-lo'p kelsa ham gapimga javob beraman. Hozir telefonning orqasida bunaqa gapirib, keyin oldida kelganda paxta qo'yib, aka, keling rasmga tushib olaylik, unaqa narsa yo'q. To'g'rimi to'g'ri bo'ldi. Shu yo'lda ketaman. Osishib olsa ham o'zim fikrimdan qaytmayman. Chunki xato gapirishyapti, xato qilliqlar qilishyapti. Bittasi bo'lmishdi dada deyishga tayyor. O'rtasidagi qiz bermadilaring balobatlar. Senga kim qiz beradi bori? O'zingni o'ylamasang, o'zingni ermak qilib videolar olib chiqsang, endi birovni ermak qilish emas, naqsh ustidan kuldingmi, naqsh ustidan kuldingmi deydi-yu. Ermak qilish emas, o'zini ermak qilgani uchun gapiryapman. Narigisi bo'lsa birovlar ota-onasidan keladi, onasidan keladi. Men eng yomon ko'rgan narsam videodami, boshqadami, ko'chada ko'rishgandami onasidan kelgan odamni o'lgida yomon ko'raman. Pichoq bo'lsa pichoq bilan so'yib qo'yaman. Men gapimga javob beraman. Endi videoning orqasidan, telefonning orqasidan karlayapti biz. Xarakterim haqiqatan shunaqa. Video yoqqan bo'lsa like bosinglar, kommentariy yozinglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'linglar.